yillik kerak deb o'yladim, to'g'ri. Xursandmisiz? Hech qanaqa dorisiz, hech qanaqa ximiyasiz, operatsiyasiz. Tez vez tashlasa bo'lar ekan. Nechta darsda necha kilo vez tashladingiz? Bitta darsda 2 kiloyu 600 tashladim. Bitta darsda 2 kilo 600. Okey, bunaqa tez vez tashlashga ishonganmidingiz yo'qmi, to'g'ri? Yo'q, men bir 500 gramm, 100 gramm tashlayveraman deb o'yladim. Yillik kerak deb o'yladim, to'g'ri. Bunaqa tez vez tashlasa bo'lar ekanmi? Ya'ni trenerga bog'liq. Xursandmisiz? Davom etamiz, xudo xolisa keyin trenirovka 20 kilogacha olib boramiz. xudo xolisa bosamiz. Keldi, mana zamda. Okey, nechta darsda necha kilo vez tashladingiz? Darsimiz bitta bo'ldi. Juma kuni boshlaganmiz. 93 kilo 300 gramm chiqqanmiz. Bugun 91 o'rnga chiqdik. Demak, bitta darsda 2 kilo 300 minus. 2 kilo 300 tashladingiz. Bitta darsda shuncha vez tashlashga ishonganmidingiz yo'qmi, to'g'risini ayting. Yo'q, ishonmaslik ko'ryaptim sizni videolaringizni. O'zim shuni qilib, siz tavsiyangiz bilan shu narsaga ishondim. Demak, operatsiyasiz qisqa muddatda tez vez tashlasa bo'lar ekan. Hech qanaqa dorisiz, hech qanaqa ximiyasiz, operatsiyasiz. Xursandmisiz? Bo'ldi, keyin trenirovka xudo xolisa yana davom etamiz. Xudo xohlasa.